Navbatdagi mashinamiz Onyx avtomat korobka turbina motor. Sistema охлаждениеda nuqsoni bor bu mashinani. Hozir tekshirib hal qilishga harakat qilamiz. Agar sizda ham Onyx yoki Tracker 2 avtomobilingizni tablodan ko'rib boshqarib borsangiz bo'ladi, kuzatib tursangiz. Agarda temperatura yuqori temperaturaga chiqib ketib, motorda qanaqadir qaynash, kipeniyalar bo'ladigan bo'lsa, uni sraz hal qilmasanglar, motorni ishdan chiqarib qo'yishinglar mumkin. To'g'ri shunaqa holatda bizga murojaat qilsanglar, buni yo'li bor, optimal temperaturada yuradigan qilib beramiz. Bo'ldi, mashinalar mana shunday holatda ishlashni boshlaydi. Tekshirib qo'yinglar, kunlar ishish boshladi. Agarda sizlarning ham mashinangizda shunaqa muammo bo'lsa, pastda raqam qoldiraman hamda Telegram raqamimiz, telefon raqamimiz va ish joyimizni lokatsiyasini qoldirib qo'yaman. Vaqt soatini belgilab kelib, shundan xavf ketsanglar bo'ladi. Videoni Trackeri hamda Onyx borligiga yuborib qo'yamiz. Sizlardan bitta like.